Bitsepsga bitta zo'r mashq ko'rsataman. Agar ishlab bo'lgandan keyin bitseps portlab ketmasa, kommentariyaga aka ishlamadi, tushunmaygansan deb yozib ketasiz. Katta grif kerak bizga. Xohlasangiz ves qo'ymasdan ishlasangiz ham bo'ladi. Ves qo'ysangiz ham og'ir vesda ishlay olmaysiz. Ushlash texnikasi. Uskiroq ushlaymiz, buni yelka kengligida. Ishlash texnikasi. Gavda ko'tarilgan, qo'l ozgina oldinga. Ketdi. Ko'taramiz. 1 2. Tepada 1 2. 1 2. 1 2. Tushirish ham sekin. Ko'tarasiz, 2 sekund ushlaysiz, sekin tushadi. 1 2. 12 tadan 4 podxod ishlasangiz, xohlang grifda, xohlang ves qo'yib, portlab ketadi bitseps. Ishlab ko'ring, kommentariyada yozasiz.